so'rovlar demak birin-birin hamma o'z murojaatlarini birin-birin aytadi. Qo'ldan kelgancha yozib olib, masalalarni yechishga harakat qilamiz. Mana birinchi kim? Niyoz Arslan. Ha, to'g'ri. Assalomu alaykum. Kim? İmtiyazda kredit için Kim familiyangiz? Niyoz Arslan. Qaysi mahalladan? Çoğu Bayzaklı. Telefon nomeringiz? 50. Aha. 579 04 32. 14 32. 04 32. 14 32. Masala. Şu imtiyazlı kredi çarşılık mesela alacağımız kredi. İmtiyozli kredit endi mahallada har xil kreditimiz bor-da. Mahallada agar mahalla loyihasi bo'yicha olsangiz, summasi qancha olmoqchisiz? 17 mi? 17 millionlik. Demak, mahalladagi bizni agentlar tushuntirmadimi? Mana mahallada oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida arzon foizli kreditlarimiz ham bor-ku. Düşündürdü de bize şimdi şu mesela şu 17 milyar Hammasını düşündürdü. Faizler mesela. Biz şunu görmüyoruz. Bo'ldi. Qani aka? Assalomu alaykum. Qaysi mahalladan? Bilgor mahallasi. Kim familiyangiz? Himmat va Guldar. Telefon nomer? 93lik 962 363. 33 Nima masalada? Kredit masalasida. Qanaqa kredit olmoqchisiz? İmtiyozli. Imtiyozli kredit yo'q-ku. 17 milyon kreditdan. Ha, nima mahallada mahallaga borgan bo'lsangiz, mana mahalla agentimiz bor, mahalla bankiri bor. Biron marta uchrashdimmi sizlar bilan? Gaplashdimmi, tushuntirdimmi, qanaqa bo'lsin kreditlar, tartibi, qoidalarini. Biznesga birinchi qadam bo'yicha nima qilmoqchisiz buni olib? Tadbirkorlik qilacağım. Qaysi yo'nalishda? Bankchilikmi?